Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashale. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirganingni pullaringni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelevik pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakra ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hosil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha, bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana barshinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganda o'tib ketadi. Dadam bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisi bo'lib ketibdi. Barsdan olib kelyapman meni. Ha, bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Na'mat aka, assalomu alaykum. Olmazdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ying. Na'mat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Uraymi? Nima qiling? Nima turing? Na'mat aka o'pka chiqib ketdimi? Chapillamasdan ye. Keling, sizga joy yo'qmi? Yo'q ekan. Boring, oshxonada ovqatlaning. Shunday qiling. Men ovqatlar hammasini suzib ketdim-da. Qozonda ovqat qolmadimi? Ha, ber, bir ikkita go'sht ber, onasini ham sen. Ha, suyakligini ber. Ha, piyoz ham qo'shib ber, piyoz bilan yeysiz mazza qilib. Yoqimli ishtahangga. Boring, osh bo'lsin, chop qiling kelin. Kelin, tarvuzni ham kesib keling. Xo'p. Kelin. Tarvuzga tegmasa turing, telefon bo'lib qoldi. Hozir. Ha, Rayimboy. Qachon? Kelin. Shuni oshxonaga kirib turing. Shunday gaplashib olay telefonda. Bitta tarvuz ber kelinga. Boring, ermak qilib turasiz. Boring. Tishlangan-ku bu. Kelin. Ha, kelin. İşingiz yo'qmi? Hamma ishlarim qilib bo'ldim. Boring, endi ishlarni yuving, biz oilaviy shunday gaplashib olayotgan hisob kitobimiz bor edi. Yuvib bo'ldim. Chaying bo'lmasam kelin. Mayli. Yanga, mana shuni musorga tashlab yuboring. Voy o'lay, ha qizim tinchlikmi? Dadam pavi parashogimiz tugagandi. Yerimni dog' kiyimlari ko'payib ketgan. Bavi zo'r parashokda hamma dog'larni ketqizadi-da. Bo'ldi, o'lsin shu bavi. 10 tog' beraman. Tinchlikmi? Ering urdimi? Nimaga yig'layapsan? Yancha siz chiqib turing, dadam bilan seriozno gaplashib olaylik. Ennalaringni eshag'imanmi? Kirib tur, chiqib tur, borib tur. Men ham shu oilani a'zosiman. Men ham tirik jonman, odamman. Sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yeyishga haqqim yo'qmi? Eshakni o'zi halol, go'shti harom ekanda, toshlaring. Hey, kalangni ola. Chugurmaga o'xshaydi. Kelin, hamma gaplarish to'g'ri. Haqiqatan shu haqda hech o'ylamagan ekanmiz. Siz oshxonaga kirib turing bo'lmasam, biz hozir shu haqda gaplashamiz bo'lmasa, ha? Ko'tarra shunaqasi. Assalomu alaykum. Non berib olasizmi? Maniki. Yo, puli kerakmas, aktyoring tegin. Rahmat. O'tkir. Usta. Bu ikkita nonni puli chiqmayapti-yu, yedingmi? Yo'q. Boya nochar bitta. Nima?
becharagina bitta 2 kiloda oyla kilo shuni yaxshilik qilib beraveringda. Mayli, men oylig'imdan olib qolavering. Yo, oyligingni olmayman. Malades. Navoiy xonamizda baraka bo'ladi. Malades. Yaxshilik qilsan, borur. Yaxshi. Ey, malades. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nonga keldingizmi? Hayli oling xohlaganingizcha. 10 ta olsam bo'ladimi? Ha, mayli olavering, 10 ta bo'lsa ham, qancha bo'lsa olavering. Mana. Rahmat. O'tkir. Usta. Bu safar 10 ta kam chiqdi-ku. O'tgan safar aytdim-ku, nochor oila debdi. Shularga berib qo'yaring. Tug'ilgan kun bo'lyapti ekanda. Agar baraka kerak bo'lmasa, men oylig'imdan olib qolavering. Yo, baraka kerak. Yaxshilik qilib yaxshi qilsa. Faqat sal undan keyin anaqa Xo'p, usta. ko'ngli bo'sh bo'lagan-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'y boshlab qo'yuvdik. 100 ta non bera olmaysizmi? Bir marta 2 marta bittangiz indamadim, 10 ta bittangiz indamadim, bepul berib beraverdim. Chiroyingizga mag'lub men deb berib beravermayman-ku. Endi hisob kitob degan narsa bor. Yo'q, nani. Asabiylashsangiz ham chiroyli bo'lib ketarkansiz. Jinni, 100 ta ham beraveradimi? Mana xonamizga baraka keladi o'yladim-da. Qanaqa baraka? Agar baraka kerak bo'lmayotgan bo'lsa, hayli men oylig'imni olib qo'ying. Voy, olib qolaman. Ishyoqqa olib qolaman. Olib qolasizmi? Men sizga aytuvdimmi Ergash aka, erkakni o'ynashi bo'lsa omadi bo'lmaydi. Erkakni o'ynashini omadi bo'lmaydi. O'ynash. Xullasda. Pulni qarang Ergash aka. Ishonmadingizmi menga? Qancha qarzim bor Ergash aka? Aka Ergash yo'q, akaga balo bormi? Pul bilan aptezga urayman. Shunday ur, miyalarim ajalib ketsin bari. Ergash aka. Ergash aka, nima qilyapsiz? Qarzaftarni yirtib yuboribman. Qarzaftar qarangchi, meniki ham yirtilibdi. Ha, seniki ham yirtilibdi. Qo'rqmang, men nomard emasman, o'zimni qarzim qanchaligini bilaman. 15 ming so'mmada mana uni ham qo'shib qo'ying. Kannavaro terma jamoadan qancha oylik olishini bilasanmi? Qancha olar ekan? 4 million dollar. Qancha bo'ladi u? Men ham tushunadigan qilib gapirgan. Mana shunda 50 yil Temishka bilan suv sotib olib, gaplashib o'tirishimizga yetadi. Qancha ekanda? Rahmat, qanday? Nima tema? Futbol deganda Messini eshitdilar, FIFAning o'g'li ekan. Ronaldo nima bo'lsa ham FIFAning qizi bo'lmasin. Nimaga? Qaytib ketdi-ku, qizi qaytib ketdi degan gap yaxshi emas. Sen qaytib ketdi deganingga, sinfdoshimiz Nargiz bor-ku, o'sha yana qaytib ketdi. Yo'q-a, mahallada qanday bosh ko'tarib yuradi? Nargizmi? Ronaldo. Abbos, Ha, qachongacha uylanmay yuraverasan? uylanmoqchi bo'ldim, uydagilar qiz topgan ekan, uchrashuvga chiqdim, qiz chiqmadi. Vaqti yo'q ekan, ishda ekan. Men yana bitta qiz bilan uchrashuvga chiqdim. Qarasam, qo'lida iPhone 17. Yo'qmadi, atmay qo'yardim. Nima atmen qilasan? Boydir-da. Boymas ekanda. Olar, Ha, o'qishga kirmoqchiman. Rossiyada nima qilasan? Nima deganing u? O'qishga kirolmay Rossiyaga ketasan, baribir. Lekin to'g'ri. Ko'rdingmi? Rossiyaga borib qolsang, pul jo'natish qiyin bo'lyapti ekan. Pulni olinglarmi deb telefon qilib yurmaysan-da uydagilarga. Qara, Anjir Pay degan ilova chiqibdi. O'sha ilovadan Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va 200 dan ortiq davlatga pul yuborsa bo'lar ekan. O'zbekistonning Humo, Uzkart, Visa kartalariga va naqd pul yuborish ham mumkin ekan. Anjir Pay. O'qishga kirib qolsam nima bo'ladi? O'qishga kirib qolsang bir reklama bo'ladi. Uylanib o'g'illi bo'lsam otini benzin qo'yaman. Nimaga? Zo'r ko'tarilyapti. Kichkina shon, kichkina savdo. Wait. Domla, hamma aytgan ishlaringiz qilib o'ylaylik, uy qurdik, bahomiz qo'yib bering, ha? Endi jam olib, hali remont tugamadi. Bu uylar remont qilib, ikkinchi qavat ham ko'tarish kerak. Keyin bahoni o'ylab ko'raman. Tushundingmi? Ochil domla. Ochil domla. Ha! Yana bittasi kiyildiki. Bunisi baholar qo'yilmabdi. Familiyangizmi? Qalandar. Ha, Qalandar. Ha, darsga kelish kerak-da, kiymabsiz shu yerda. Keldim-ku mana. O'qishga boring, o'qing. Achlikni bo'lgan. Menga qarang domla, gapni cho'zmang. Yaxshilik chalqisa galqlayli bo'lmasa kuch ishlatishga majbur bo'laman. Kuchingiz ko'pmi? Ha, ko'p. Aytdim men sizga kuchim ko'p deb. Malades, shunday harakat qilsang 5 olasan nasib bo'lsa. Zo'r bo'ladi. Ana ular yordam ber yugur. Buxoro innovatsiyalar universitetida
endi dual ta'lim bor. Ham o'qiysan, ham ishlaysan. Dushanbadan jumayacha 5 kun ishlaysan, 1 kun shanba kuni darsga borasan. Qolgan vaqtlar sun'iy intellekt ustoz telefoningda, istalgan vaqtda, istalgan joyda senga darslarni moslab dars o'tadi. Buxoro Innovatsiyalar universitetida kontragi 10 million so'm yiliga. Tushunyapsanmi? Bunaqa model hol O'zbekistonda yo'q umuman. Aydomlar, shu yoqqa o'zingiz ishga kirsangiz bo'lmaydimi? Qayndi bacham, men ish Omid Davla. Bo'lmasa o'zim biletim.